Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Navbatdagi obyektimizda biz quyosh suv isitgichlar, ya'ni ovoz berdomlar. Ma'lumot bering endi bu ishimiz to'g'risida. Hop, inshaalloh birinchi quyosh kollektorimiz Meksika bo'ldi. Bu ham bir yaxshilik ham. Savob tegsin hammamizga inshaalloh. Xalqqa xizmat qiladigan yaxshi xizmat qilsin. 15 yil garantiya bergan 200 litrlik. Deyarli 80% quyoshga ishlasa, qolgan holatlarda qo'shimcha elektr energiya uchun to'xtatib qo'ydik. 1,5 kilovatli tentda. Xudo xolasa 15 yil garantiya bergan, undan da uzoqroq ishlaydi, xizmat qilib xalqqa ishlaydi. Bu tent qachon ishlaydi? Faqat kechqurunmi? Endi Quyosh bo'lmagan vaqtida? tushib ketganda mana Aristonning ichida bu Aristonimiz yaxshiligi 3 qavatli-ku. Aha. 3 qavatli. Issiqlik bosim qilganda tashqi issiqlikni ham ichki issiqlikni ham buzmaydi. Tashqi issiqlik ichkaridagi issiqlikni tashqariga chiqarmaydi. Temperatura kontroller yordamida pasayganda qo'shadi o'sha. Agar quyosh bo'lmasa, qish kunlarida tunda suvni isrof ko'payib ketsa, shu yuzda 200 litr suvni yetkazib bera olmasa, gradus tushib ketsa, keyin ichida tenti qo'shadi. Buni avtonom qilsa ham bo'ladi, uni ham qilib beramiz. Quyosh panellari yordamida. O'shani 100% avtonom quyosh. Tushunarli.